Kechagina Samsung S26 chiqib hammani hayratga solib turgan bir paytda kamerasi bilan. Bunisiga nima bo'ldi? Honor Robot Pxone. Mana buni telefon desa bo'ladi. Bitta like bosib qo'yinglar, tushuntiraman sizlarga. Bu telefonda kamerasi aql bovar qilmas darajada, ya'ni sun'iy intellekt bilan birga ishlaydigan bo'ldi. Bu telefon orqasidan chiquvchi stabilli kamera atrofga qaray oladi va siz bilan sizni yuzingizga qarab, atrofga qarab suhbat qura oladi. Honor nimalar qilmoqda? Do'stlar, bitta like bosib qo'yinglar. Mana buni kelajak desa bo'ladi do'stlar. Android hozirgi kunda yorib tashlayapti. Bilmadim iPhone'da bu funksiyalar, bular qobiliyatlar qachon chiqishini to'g'risi bilmadim. Lekin Honor Robot yorvordi. Haqiqatan yorib tashladi. Bitta like bosib qo'yinglar. Bu telefon qachon sotuvga chiqish haqida to'g'risi ma'lumotim yo'q, lekin mana bu funksiya haqiqatan kelajak. Kelajakka xush kelibsiz do'stlar. Biz kelajakdamiz. Like podpiska bosib qo'yinglar. Shunaqa eng so'nggi texnologiyalar olamiga kerakli bo'lgan videolar faqatgina Usta X'da bo'ladi. Like podpiska sizdan, xizmat qilish bizdan. Bosdik.